Diqqat, O'zgidromet e'lon qildi. O'zbekistonda yomg'irli ob-havo kutilmoqda. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Yurtimizda va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi va dolzarb xabarlardan doimo birinchilardan bo'lib xabardor bo'lib turishni xohlasangiz, kanalimizga hoziroq obuna bo'lib, videolarimiz davomida bir dona like tugmachasini ham bosib qoldirishni unutmang. O'zbekistonning aksariyat hududlarida o'zgaruvchan bulutlilik va kechki yomg'irlar kuzatilishi kutilmoqda deb xabar bermoqda O'zgidromet. Toshkentda kunduzgi harorat 14-16 daraja bo'lib, kechqurun yomg'ir yog'ishi mumkin. Shuningdek, Buxoro, Navoiy, Toshkent va Samarqand viloyatlarida ham yog'ingarchilik kutilmoqda. Sinoptiklar Jizzax, Sirdaryo va Qashqadaryo hududlarida ham yomg'ir bo'lishini taxmin qilmoqda. Tog'oldi va tog'li hududlarda esa yomg'ir va qor ko'rinishidagi yog'ingarchilik ehtimoli bor deyilgan xabarda. Hurmatli tomoshabin, video haqida o'z izohlaringizni kommentariyalarda yozib qoldirishni unutmang.